qadrli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, navbatdagi xonadonimizdan kechib bo'lishiga qaramang. Paketlarini chiroyli qilib ilib berdik, terapevtiyalik joyiga bitta ko'rib baho berasiz o'zingizlar. Idealniy bo'lgan stiklari ham. Nur bo'lib chiqqan, xudo xohlasa cho'tki bo'lgan. Yo'ldan patrulni ko'chib yuradiganlar ham tirnoq bo'lib chiqqan, xudo xohlasa. Bemalol pardalar yugurib o'tib ketadi bu yerdan. Idealniy bo'ldi, xudo xohlasa. Murojaat uchun ofitsialniy nomerni yozamiz. Bu xonamizda yana bitta xuddi shunaqa terapevtiyamiz bor. Bu navbatdagi xonamiz. Yana terapevtiya bo'lgan. Ilgari idealniy bo'lgan. Parda o'tishlari tirnoq bo'ladi, xudo xohlasa. Do'xtiras stigini oling. Stiglar tirnoq bo'lib chiqqan. Xudo xohlasa soatimiz 11:30. Kecha bo'lishiga qaramay bitirib beryapmiz. Murojaatlar uchun ofitsialniy nomer bor. Ishimiz yoqqan bo'lsa like, kommentariyada esdan chiqmasin.